Bugun yana ikkita video qilishim kerak. Bu qachon qilaman bu videoni? Jonim Отчетливо возвышались. Buni mashaqqatini juda ko'p youtuberlar uzun video qilayotgan, ya'ni uzun hikoyami, uzun qanaqangi video qilayotgan youtuberlar bo'lsa, buni mashaqqatini juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum aslzoda youtuberlar, aslzoda zenchilar. Bugun men sizlar bilan birgalikda mana shu narsaga yechim topish haqida gaplashib o'taman. Ya'ni qanday qilib yechim? Ya'ni biz bugundan boshlab videolarni yasashni soatlab, abitgacha, bo'lmasa kechgacha 2 soatlab, 3 soatlab, 10 soatlab bitta videoga o'tirmasdan o'tirib olasiz, kofeni ichib o'tirasiz. Ana shu kofeni ichish jarayonida o'zi avtomatik tarzda videolarni yasab beradigan programma haqida gaplashamiz. Bu programmamizning nomi Video 4G deb nomlanadi. Buni ochamiz. Hozir men sizlarga qisqagina bir nimasini qilib beraman, ya'ni ko'rinishini, qanday videolar tayyorlashini, nimaligini, nastroykalarni. Bu yerda birinchi ochganingizda mana shunga o'xshagan oyna ochiladi. Ya'ni loyihalar degan narsa bo'ladi. Ikkinchisi shablonlar turadi. Bu yerda bir nechta shablonlar bor. Mana bu nishalar YouTube'da turli xil, masalan, qadimgi odamlar va tana haqida, avtomobil va xizmat ko'rsatishlar, ikkinchi jahon urushi. Bu ikkinchi jahon urushini RPM'i bilsangiz 16 rubldan, pastda 15 rubldan 25 rublgacha bo'ladi. Ya'ni har mingta ko'rilganiga ana shuncha to'laydi. Sovet davri kundalik hayoti, oilaviy xiyonat hikoyalari, kundalik hayot ilmi, kundalik hayot tarixi, tarixiy tarjimai hollar, hujjatli tergovlar, uyqu uchun sokin tarix, shaxsiy moliya asoslari. Umuman deyarli bu yerda eng dolzarb, eng RPM'i baland bo'lgan yo'nalishlar bor. Mana shunaqangi videolarni yasashingiz mumkin. Ya'ni nima qilasiz siz? Siz oddiygina mana shu bitta nishaga kiradigan bo'lsa, hozir men bitta nima yasab qo'yganman, ya'ni tayyor. Oddiygina siz bu yerda yana bir ikkita narsa bor. Siz ssenariy bersangiz bo'ladi. Ssenariyni o'zi ssenariyni ishlab olasizda, mana shu joyga tashlaysiz va o'zi avtomatikki bu mana shu yerda ishni boshlash degan narsani ishni bosib qo'ysangiz, o'zi hozir bir 20 minut, 25 minutlik videoni deyarli mana 43 minutda qilib o'tdi. 43 minutda o'zi noldan hamma narsasini, azvuchkasini qo'yadi, rasm generatsiya qiladi, o'zi sahnalarga bo'lib chiqadi, vizualizatsiyasini to'ldirib chiqadi va ana shu rasmga moslab renderini qo'yib chiqadi va oxirida nashr qismlarini ham qo'yib chiqadi. Mana bu yerda sahnalar hammasi turibdi. Mana bu yerda vizuallar, mana hammasi ko'rish, mana tayyor video qilib beryapti. Tayyor bizga. Опять 25. Денис не в том характере. Кашель только су определит. Раз, чтобы у всех было полно. Mana shu videoni tayyor qilib beryapti. Va agar mana bu narsa Zen kanalimda, mana Zen kanalimda oddiygina bitta nima yozaman, ya'ni ssenariylar yozaman, Zen kanalimda mana shunga o'xshagan ssenariylar yozaman va mana shu ssenariyni tayyor ishni kopirovat qilamanda buni azvuchkaga tayyorlab olaman. Ozgina azvuchkaga belgilarni, simvollarni olib tashlashim kerak. Ana shu simvollarni olamanda tayyor shuni qo'yib qo'yaman. Bu oldin men nima qilardim? Bunaqangi videolarni yasashim uchun har bitta o'sha masalan 20 minutlik video uchun kamida 100 ta rasm generatsiya qilib chiqishim kerak edi. Bittalab. Va uni qo'yib chiqishim kerak edi ma'lum bir sahnaga, ma'lum bir narsaga. Ya'ni bularning so'zlari ham bir-biriga mos keltirib o'tirishim kerak edi. Kamida 2 soat, 3 soat deyarli abitgacha yoki bir kunda bitta video, ikkita video yasashim mumkin edi. Lekin hozir bu narsa juda ham oddiy bo'lib qolgan. Oddiygina shuna shablonni olasiz va mana shu joyga shuni nima tashlaysiz? Ssenariyni tashlaysiz va o'zi shuna videoni bosib qo'yasiz. O'zi ham ovozini to'g'rilaydi, sahnani to'g'rilaydi, vizualizatsiyasini to'g'rilaydi, hamma narsasini tayyor qilib sizga nashr uchun tayyor qilib beradi video uchun. Mana sarlavha ham qo'yib beryapti, tavsiya ham qo'yib beryapti, tek degan qo'yib beryapti. YouTuberlar uchun juda ham katta variant bor. 3 xil variantda rasm ham yaratib beradi. To'g'ri, bu rasmga zo'r hozir nima qilmasligi mumkin, lekin u muammo emas, uni to'g'rilab olishingiz hech gap emas. Bu yerda mana shablonlar turibdi. Qadimgi odamlar, avtomobil, ikkinchi jahon urushi, sovet kundalik. Bu narsa yanada to'ldirib boriladi. YouTube'da RPM eng katta bo'lgan nishalarni mana shu joyga joylab boriladi. Endi siz haligina qimmat nishalarni qidirib yurib, $40, $50 ga sotib olib nisha tanlab yurishingiz shart emas. O'zi mana shu yerda eng qimmat nishalarni o'zi qo'yib qo'yiladi. Ana shu nishalarni tayyor qilib
sizlarga beriladi. Ya'ni tayyor mana shuni bosadigan bo'lsanglar, bemalol ishlatishinglar mumkin bo'ladi. Bu yana bitta narsani aytib qo'yapman. Hozir men ssenariy tashlagan holatini ko'rsatdim. O'zi ssenariy yozib, siz mavzuni nomini o'zini bersangiz, o'zi ssenariy yozib, o'zi hamma narsasini qilib berishi ham mumkin. Bunaqa imkoniyati ham bor. Buni eng qizig'i do'stlar, rus tilida, ingliz tilida dunyoni bir 10 ta 20 ta tilda video yasasangiz bo'ladi. Xohlagan tilingizda bemalol bajarishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi loyihalarga o'tganimizdan keyin shablonlarni ko'rsatdim va bu yerda hozir mana shu narsalarning hammasini buni darsligi chiqqan, darsligini men pastga tashlab qo'yaman. Ana shu darsliklarni ko'rsatib, bemalol o'rnatib olishingiz mumkin. Bu do'stlar, bu dastur hisoblanadi. Bu dastur hozir avtomatlashtirilgan dastur hisoblanadi. Bu narsa O'zbekistonda yangilik, ya'ni O'zbekistonda balki NDHda, Rossiyada ham bunaqangi programma hali qilinmagan bo'lishi mumkin. Dunyoda ham deyarli qilgan bo'lsa ham, lekin oshkor qilinmagan. Bu narsa O'zbekistonda birinchi bo'lib bajarib olib kelildi. Ya'ni ana endi do'stlar, bu programmaning narxlari haqida gaplashadigan bo'lsak, 1 oyga $49, 3 oyga $147, 6 oyga $249, 1 yilga $299 va cheksiz tarifi bor, $599. Xo'p, ana endi men sizga hisoblab beraman, nima uchun bunaqa narx, nimaga bunaqa narx qo'yilgan. Oddiygina bitta video yasash uchun, masalan, 1 oylik ma'lum bir azvuchkalarni sotib olishingiz yo Eleven Labs yoki Secret Voice'dan sotib olishingizning narxi ham o'zi asli $40, $50 hisoblanadi. Ya'ni 1 oyga. Do'stlar, buni ichida 1 oy ichida, ya'ni $49 ichida nimalar qilishingiz mumkin? 1 oy ichida cheksiz video yasashingiz mumkin. Xohlaganingizcha bemalol qancha video yasaydigan bo'lsangiz, bemalol yasaverasiz. Hech qanaqa limiti, boshqa narsasi bo'lmaydi. Bemalol 30 minutlikmi, yarim soatlikmi, 1 soatlikmi, bir kunda 10 talab, 20 talab videolarni yasab qo'yishingiz mumkin. Mana 3 oylik tariflari va 6 oylik tariflar, 1 yillik tariflarni agar xohlaydigan bo'lsangiz, xohlasangiz cheksiz tarifni ham sotib olishingiz mumkin. Va yana bitta narsa do'stlar, agar bu videoni ko'rib turib, pastda kommentariy bildirib va men Telegram kanalimni o'chib turib va Telegram kanalimni screenshot qilib menga tashlab berasiz va men agar sotib olmoqchi bo'lsangiz, bu adminlarga murojaat qilaman. Ana shu adminlar sizga 10% chegirma qilib beradi. Masalan, $49 bo'ladigan bo'lsa, 10% chegirma bilan siz 1 oyda $45 ga sotib olish imkoniyatiga bor. Va yana bitta narsa do'stlar, eng zo'r nima, ya'ni bonus hozir aksiya. Agar videoni boshidan oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz va kommentariyada fikr bildirib, like bosib, bittagina fikr bildirsangiz, eng yaxshi fikr egasiga biz ana shu fikrlarning hammasini olamizda, bitta random programmasida nima qilib turib, bitta onlayn ishni o'tkazamiz. Bitta insonga 1 oyga bekoriga beramiz. Buning uchun siz kommentariyalarni yorib tashlashingizga to'g'ri keladi. Ya'ni kommentariya bildirib, men kommentariya bildirganman deb turib, meni lichkamga tashlab qo'yasiz, Telegram kanalimga o'tib turib, meni lichkamga tashlab qo'yasiz, men hisobga olib qo'yaman va kommentariyalarni o'qiymanda, ana shu kommentariyalardagi o'sha nimalarni har bittasini nima qilamiz, ya'ni nickname'larni olamizda, bitta random funksiya qilib yuboramiz. Ana shu randomda kim eng zo'r komment bildirgan bo'lsa, ya'ni tanlab olamizda, eng zo'r komment bildirgan va shu random bo'yicha chiqib kelgan obunachimizga 1 oylik kursni, ya'ni 1 oylik tarifini bepulga beramiz. Shu bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar savollaringiz bo'lsa, bemalol Telegram kanalimga o'tib berishinglar mumkin. Kommentariyada yozishingiz ham mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.